Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam aytadilarki, bir muborak hadislarda, "Man shaba shaybatan fi sabilillahi kanat nuran lahu yawmal qiyamati" dedilar. Subhanalloh. Kimni sochi Alloh yo'lida oqarsa, uning uchun qiyomat kuni nur bo'ladi dedilar. Shuning uchun agar kim ibodatda, go'zal hayotda, yaxshi amallarda soch soqolini oqartirar ekan, o'sha odamni yuzlarida, sochlarida, o'sha oqargan tuklarida qiyomatda nur bo'ladi. Buni inshaalloh g'animat bilib, mana shunga tayyorgarlik ko'rmoqlik kerak. Shu nuqtai nazardan ham yoshi keksayib qolganlarni dinimizda shu darajada hurmat qilinadi. Rasululloh alayhisolatu vasallamning so'zlariga muvofiq yoshi ulg'aygan odamlarni farishtalar yaxshi ko'rib turadigan bir holatga kelar ekan, dinimiz ularga yaxshilik, ezgulik qilishlikka chaqiradi. Alhamdulillahki azizlar, biz bugun mana shunday zamon, mana shunday vatan, shunday yurtda yashash baxtiga musharraf bo'lyapmiz. Kim yurtimizda haqiqatda ham keksalar, yoshi ulug'lar hurmatlanyapti. Davlat miqyosida, davlatimiz rahbari tomonidan alohida e'tibor qilinyapti. Yoshi ulug'lar uchun maxsus sihatgohlar qilishligi, ular uchun sharoitlar yaratilishligi, o'sha yoshi keksalarni hammalarini o'sha 3 avlod uchrashuvlarini qilib ulug' bir maqomlar berilyaptiki, bu hammasi bu shariatimizning ko'rsatmasi. Hattoki o'sha esinglarda bo'lsa, ulug' vatan urushida qatnashgan oqsoqollarni hammalarini, eng ulug'larni davlat hisobidan hajga ham yuborib olib keldilar. O'zimiz olib borib keldik. Bu dunyoni biror joyda bo'lmagan, butun dunyoni gazeta majallalarda ko'rsatildi. Mana shu ulug' insonlarda yonida o'zini hamrohi bilan olib borib Baytullohni ziyorat qildirdi. Davlat rahbari o'zlari aytdilar, yoshlari ulug' bo'lib qoptilar. Ular vatan uchun, yurt uchun qon kechib, shuncha umr ko'rgan, kimlari urushda bo'lgan, kimlari front ortida xizmat qilgan, Ka'bani ko'rib qolishsin bular deb mana shu narsani tashkil qilgandilar. Men o'zim xizmatga borganman, o'shanda ko'rib ko'zlarimizga yosh kelgan. Bu hammasi bu inson qadri degan tamoyil. Alloh mana shuni ziyoda qilsin. Shunga yarasha biz ham yurtimizdagi barcha yoshi ulug'lar, yoshi keksalarning hurmatini joyiga qo'yishimiz kerak azizlar.